Assalomu alaykum aziz insonlar, sog'omonmisizlar? Men Xorazmdan Aliyeva Mehrinsonman. Yoshim 42 da. Men 3 ta grijam bor. Belimda oyoq og'rig'i, bel og'rig'i bezovta qiladi. Og'riqlarim juda kuchli edi. Har yili aprel, avgust oylari Samarqand Kattaqo'rg'onga borib davolanib kelardim. Shuni bilan juda yaxshi yurardim. Menga Toshkent shahar salomatlik markazidan telefon qilishdi, sog'lig'imni so'rashdi. Hech qanaqa kasalliklar bezovta qilmaydimi deb so'rashdi. Menda grija borligini aytdim, oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, qo'l uyushishlar hammasini aytdim. Menga shu dorilarni tavsiya qilishdi. Sizlarga ham shu dorilarni tavsiya qilaman. Hozirda salomatligim yaxshi. Asta-sekin og'riqlarim kamayib boryapti. Men bu dorilarni 9-yanvarda qo'lga kiritdim. Shundan boshlab bu dorilarni ichyapman. O'zgarishlarim yaxshi. 4 oy bo'ldi. To'xtatmadim, ichib turibman shu dorilarni. Ozgina vesim ham bor edi. Asta-sekin kamayapti. O'zgarishlar yaxshi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Zefur, detoks, energiya dorilari juda yaxshi ekan. Bu energiyasi sizlarga kun davomida energiya berib, kuch-quvvatga to'ldirib, sog'lom yurishga yordam berar ekan. Detoks vazn tashlashga, ichaklaringizni tozalashga yordam berar ekan. Zefur, grija, bel og'rig'i, oyoq og'riqlari, hamma barcha kasalliklarga shifo ekan. Og'riqlarim asta-sekin qolyapti. O'zimni yaxshi his qilyapman. Hamisha sog' salomat yurishsin. Har oyda shu dorilarni ichib, to'xtatmay ichib yuribman. O'zgarishlarim yaxshi. Sizlarga ham shu dorilarni tavsiya qilaman. Olib ichinglar. O'zgarishlarni ko'rasizlar. Foydasi bilinadi. Sog'-omon yuringlar. Juda yaxshi yuribman. Sizlarga katta rahmat.